Assalomu alaykum o'rtoqlar, sizlar bilan Mamatov Yorbek. Tak, bu safar Yugos loyihasini Dreams degan bir tarifiga e'tibor qaratamiz. Dreams tarifida 12 ta bosqich bor. 12 ta bosqichda bitta akkaunt bo'lsa 5 million rubldan oshib foyda qiladi. Ana endi buni qisqartirilgan holat bilan boshlash mumkin. Masalan, birinchi joydan emas, 5-joydan 10 ming rublga. 5-joy bo'lmasa 6-joy 20 ming rublga, 6-joy bo'lmasa 7-joy 50 ming rublga, 8-joy 100 ming rublga. Nega bunday? Chunki 12 ta bosqichda любой odam imkoniyati bo'lsa, 1 dan 12 gacha o'tgan vaqtda boyagi 5 milliondan oshib 5 million 350 ming atrofida rublda tushadi. Bu holat bilan pul ishlasa bo'ladi. Matrica nima degani? Matrica men joy sotib olgan vaqtim mendan keyingi joyda to'lishini masalan ta'minlash. Yo taklif qilganimda to'ladi, yoki klon akkaunt qilganimda to'ladi, ili boshqa partnyorimizga ko'tarilishi bo'lganda to'ladi. Xullas boyaginda bir-biriga yordam beradigan tizim matrica deyiladi. Любое вложение o'zimiz uchun ishlaydi. Chunki matritsada накопление, keyingi bosqich ili kimgadir to'lov chiqaradigan tizim. Bu uchun qaranglar. Bu tizim bilan ishlashga qiziqish kerak, chunki dunyoning ishlarini ko'rib turibsizlar, hamma tomon ag'dar-to'ntar bo'lib yotibdi. Ertaga sizga, sizni problemangiz yechilmasligi uchun bironta holat bo'lib qolsa, hech kim garantiya bermaydi, shu pul havodan keladi deydi. Maka imkoniyat bor, pul ishlaydigan tizimga ishlatinglar. Hammaga sog'lik, salomatlik, sizlar bilan Mamatov Yorbek.